Assalomu alaykum chiroylilarim. Men yana Sherzod vaqtini topib, oltinga teng vaqtlarni topib keldim salonimizga. Star Zvezda degan salonimiz bor-ku. Men Sherzodga aytayapman, har kuni kelishga qiyin. Siz daftaringizga yozilish kerak, kiyinish kerak, vaqt topish kerak. Shu uy sharoitida birorta bir maska ayting, sochim chiroyli turadigan, uchlar yorilmaydigan desam, Sherzod mana o'z fikrlarini aytmoqchilar. Sizlar bilan bo'lishamiz. Sherzod, sochim chiroyli qilish uchun sabzini turkadan o'tkazib, o'sha chiqqan suvni sochim ildizlariga sursam bo'ladimi? Mana ukreplyatsiya qilib, siz qilgandek turadimi? Kelganingizda bitta narsa qilamiz. Bu sabzini siz oshga qo'shib qo'ying-da. Siz kelsangiz meni oldimga mavzu maska qilib beraman sizga bo'ladimi? Oshga qo'shish kerakmi? Bo'lmasa yaltirab turish uchun blestis qilib sochlar такой chiroyli, jilokor bo'ladi-ku model qizlarning sochi. Shunaqa bo'lish uchun sochni yuvib bo'lgandan keyin, maska surmasdan uksus suvga chaysam, uksusni nima deysiz, uksus suvga. Yaxshi Sherzod. Uksusmi? Kelib ovora bo'lgandan ko'ra bir chili uksusli suv qo'shib, suvga uksus qo'shib. Keling, shu narsani shashlikga qo'shib maza qilib yegan so'rtdek. Piyozgami? Piyozdan shashlikcha qilib maza qilib. Manda sochimga qorbindan boradimi Sherzod? Bo'lmasa bitta narsani o'yladim Sherzod. Men damashniy maska qilishimga qarshilik bildiryapsiz. Damashniy xalatimda kelaman. O'zimga qaramay kelaman-da, shu sizni maskalaringiz sochimga qilib qo'yasiz, sochim ildizi to'kilmaydigan qilib. O'sha damashniy xot. Damashniy maskaladi. Qizlar yigitdi. Voy, bozmamda jang bo'lib ketdi qizlar. Meni navbatim deb. Bilmayman kimdir ichkaridan chiroq bir o'chirib yoqdi. Hozir kelamiz, hammasi ketdi, men o'tirib oldim. Omadliman qizlar, qaranglar. Lekin kelaman. Damashniy holatda bo'lsam kelaman. Damashniy xot bo'ladi. Sochimni o'zingiz zo'r qilib, shuni uchlarni forma berib, maskachalar qilib, modellerlarni sochiga qilib qo'yasiz. Sherzod, ish qilib charchab qolmasangiz bo'ladi. Rahmat.